Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Ayni damda Toshkent shahrining Yangihayot tumanida chiroq yo'q. Bugun sizlar bilan Hazrat Alisher Navoiy ijodi haqida biroz to'xtalamiz. Chunki ayni kunlarda Alisher Navoiyni besoqolbozlikni targ'ib etgan, tarannum etgan she'rlar yozishda, g'azallar yozishda ayblayotgan ba'zi tadqiqotchilar paydo bo'lishgan. Ular ko'pincha shoirning quyidagi baytini misol qilib keltirishadi. Meni men istagan o'z suhbatig'a arjumand etmas, meni istar kishining suhbatin ko'nglim pisand etmas. Ya'ni go'yoki bu yerda shoir tabiiy va normal shahvatdan qoniqmagan deyishadi ular. Bu yerda shoir shunchaki har bir ko'ngil sohibining o'zi istagan suhbatda, o'zi istagan davrada bo'lishini ilgari surgan. Quyida biz Navoiy ijodini Qur'ondan, islom an'analaridan unchalik yiroq bo'lmaganini, ba'zi bir isbotlarni keltirib o'tamiz. Navoiy o'zining ba'zi bayt va misralarida Qur'oni Karim suralaridagi rivoyat va misollarga ishora qilgan. Masalan, Hayratul Abror dostonida o'zi yozgan Xamsa haqida bayon etar ekan, shoir bu ishda o'zini Nizomiy Ganjaviy, Husrav Dehlaviy hamda Abdurahmon Jomiy an'anasining davomchisi sifatida shunday ko'rsatadi. Kahfi baqo ichra alar bo'lsa gun, man ham bo'lay robihum kalbahum. Ya'ni agar ular baqo g'origa kirib g'oyib bo'lsalar, men ham 4-chi bo'lib ularga ergashgan holda it bo'lgon kiray. Bu baytda shoir Qur'oni Karimning Kahf surasidagi rivoyatga ishora qiladi. Rivoyatda Rimning yaqin sharqdagi yerlariga Daqyonus ismli kishi podshoh bo'lib, mahalliy xalqqa haq dindan chiqib butlarga ibodat qilish bilan tahdid qilgani, 2 kishi bunga rozi bo'lmay shaharni tark etgani haqida so'z boradi. Bu 2 kishi yo'lda bir cho'pon bilan uchrashib qolgan va o'z holatini bayon etishgan. Cho'pon ham endi ro'shnolik bo'lmasligiga ishonib, ular bilan birga ketishga qaror qiladi. Cho'ponning sodiq egasiga ergashib, quvib urishlariga qaramasdan ular bilan birga boradi. Nihoyat ikkala yo'lovchi va it bir g'orga yetib borib, ichkarida qattiq uyquga ketadi. Uyg'onishganda esa oradan ko'p yillar o'tib, yaxshi zamonlar kelganiga guvoh bo'lishgan. Shoir o'z baytida shu hikoyaga murojaat etib, nafaqat Qur'ondan xabardorligini, balki o'zini vafodor itga kamtarligini ham ko'rsatib o'tgan. Navoiy o'zining boshqa bir g'azalida esa mo'min inson ko'nglini ranjitish Ka'bani vayron etish bilan barobardir degan hadisga tayanib shunday yozadi. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirini shod aylagay, oncha bor kim Ka'ba vayroni o'lsa obod aylagay. Shoir yana bir baytida shunday aytib o'tadiki, Ka'baki olamning o'lib qiblasi, qadri yo'q oncha kim ko'ngil Ka'basi. Ya'ni Ka'ba butun dunyoni qiblasi hisoblanadi, hamma unga talpinadi, lekin insonni eng yaqin bo'lgan, insonga eng yaqin bo'lgan va eng oson bo'lgan ko'ngil Ka'basini qadri o'sha moddiy Ka'badan pastroq, unchalik emas deb aytib o'tgan. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. O'z g'azal va dostonlariga Qur'onni, hadisni jo qila bilgan buyuk shoir qanday qilib besoqolbozlikni tarannum etishi mumkin? Fikr bizdan, xulosa sizdan.